Assalomu alaykum sizlar, Inomjon Kamolov. Biologik bilimlarimizni azimcha ko'paytirishda davom etib, mana 30-kunga yetib keldik. Qaranglar, umr juda tez o'tyapti. Hali biror ishni boshlamagan bo'lsangiz, mana men harakat qildim. Mana 30 kunda davomli qilib qattiqni deyarli video joylab bor. Deyarli degan qattiqni joyladim. Ba'zan qiyin bo'ldi, ba'zan oson bo'ldi. Hali ham nimadir to'sib turgan bo'lsa, ishoning, boshlayman, oxiri bo'ldi. Va sizlar bilan 30-kunda telefaza YouTube'ning oxirgi fazasi, oxirgi kunda oxirgi faza. Telefaza xromosomalarda isparalashadi, ya'ni spiralash, yig'ilish bo'lsa, yoyilish isparalashadi va xromatinga aylanadi. Burish isparalashadi. Keyin dastlabki yadro qobig'i va yadro qobig'i hosili, yadro chala yana shakllanadi, nabor to'plam 2x holatda bo'ladi. Xuddi G1 davri singari yadroni bo'linishi karyokinez va sitoplazmaning bo'linishi esa mana bu jarayon sitokinez hisoblanadi do'stlar. Video olish zarari yo'q. Inomjon Kamolov bilan biologiya o'rganish oson.